hali jinsiy aloqa qilib ko'rgan yo'q. Bir mana uyga borib video bo'lyapti. ha? Biz qo'shilib o'rgandik o'sha. Ya qo'shildingmi? Ha. Просто bir oyda kel deganingiz keladi. Men ruxsat bermasam qilding. O'sha 20 kun Necha marta qo'shildi? 10 kundan beri. 10 kundan har kuni qo'shilyapsiz. Nima deysan sifatiga? Va shu zo'r. Oldingida vahshiy farq Uni bor. qiyshayib qolish, bir xil qarilib qolishi mumkin degan savollar beradi. Unaqa umuman yo'q. Do'stlar, navbatdagi bemorimiz penial implant operatsiyasini o'tkazgan. Yosh bemor. Xo'p, 30 yoshda bemorimiz. Bemorimizda jinsiy zaiflik bo'lgan, o'rta og'ir darajasi bo'lgan. Shu masalada bizga murojaat qilgan va tekshiruvlardan keyin penial implant operatsiyasini o'tkazganmiz. 1 oy avval penial implant qo'yilgan. Hozir qayta ko'rikka kelgan, endi ruxsat berishimizni kutgani kelgan. Hozir ko'rdik, hamma yoq joyida. Qalay, rozimisan? So'raganingga? Yaxshimi? Yaxshi, avvalgidanda zo'r. Og'riq bo'ldimi operatsiyada? Og'riq bo'lmadi. Tez oyoqqa turding-a? Ertasi kundan keyin o'sha harakatda bo'ldingmi? Ha. 3 kunda yurdim. 3 kunda yurding. Og'riqlarsiz. Operatsiyadan keyingi og'riqlarchi? Bo'lmadi. Unaqa ham bo'lmadi. Xo'p, mana shu operatsiyani qachon birinchi marta eshitding? Shunaqa operatsiya. 2 yil oldin. 2 yil oldin. Nimaga 2 yil o'tkazib kelding? Ungacha nima, ruhan nima? Ungacha bu dori. Urinib ko'rding. Urinib ko'rgan. Hammasi hammadan har xil tavsiyalar bo'ldi, boshqa bo'ldi. Bu doktorga borsangiz aldab boshqa analiz, общий analiz topshirtirib, Общий, ha? общий, misol uchun bu narsa uchun bu narsa kerak emas, to'g'ri общий analiz. Keyin ko'rib keldim videolaringizni. 2 yil oldin ko'rgandim. Xo'p, mana baribir odamda qo'rquv bo'ladi-da. To'g'rimi? Operatsiyadan oldin o'ylanadi. Menda ravshi boshqacha. Qildiryapmanmi, to'g'ri qilyapmanmi qilishga yoki Xullas men tavakkal qilib kelgandim. tavakkal qiluvding. Qo'rqib Hozir ishonmagandim umuman. agar shunaqa bo'lishini bilganingda oldinroq qildirgan bo'lamdi. 2 yil oldin ko'rgan paytimda kelardim, bilganim. Nima, xotin kayfiyati qanaqa? Zo'r. O'zgardimi? Mana Sezilgan ham yo'q, ichida implant borligi yo'q, boshqa yo'q, unga botgan ham yo'q. Haligi hurmat masalasi. Zo'r. xotindan oldin hurmat masalasi o'zgardimi? Yana ham haligi yaxshi ko'rishni boshladimi? Bir xil o'ylaydik, savol beradi-ku, implant bo'lsa ichida qo'shilayotgan ayol kishi botmaydimi, unaqa degan. Yo'q, unaqa umuman bilinmaydi o'zingizga ham, unga ham. Qancha qilyapsan aloqa? Qancha muddat? Har xil. Xohlagancha qilyapsan? Xohlagancha. Bemalol. Bemalol. Ha, malades. Bo'ldi, tabriklayman. Bo'ldi, bo'lmasam, xudo xolasa, bosaver.